Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Spanimizni ko'rib bitta laykchani shu joyida qizartirib qo'ying. Qanaqa kattaligini ko'ring. Spanimizni mana bu joyini bitta ko'ring endi. Nima deyapti? Bitta laykchaga arziydimi? Qani ketdi. Bu xonadonimizda 160 kvadratdan iborat 4 xona, полноценный uyimizni srochniy sotilyapti. Narx-navo bo'yicha hozir aytib o'taman. Ko'rasizlar, bu yerda kamingacha qilib qo'yishgan. Dekorlar, Milano, Dream House, premium qurilgan novostroyka, zakrytsa do'g'ri 24/7 ahranlari bor bu yerda. Bu xonadonimiz srochniy sotilyapti. Neoklassik usulda remont qilingan. Bu yerda ko'ryapsizlar. Bu manaqasiga yopiladi. Ko'ryapti. Xo'p, o'zining bu yerda garderobni xonasi bor. Juda ham idealni qilingan bu xonadonimizda. Bu yoqdan qiruvchi qismimizda bu yoqdan boshlanadi. Strunniy shkaf o'rnatilgan. Hozir kirgan spanimiz bu yoqda. Bu esa yana bitta spanimiz bo'ladi. Spanining kattaligini qarang. Uchastkada ham menimcha bunaqa bo'lmaydi, aniq. Kvadrat juda ham kattaligi uchun o'zining strunniy shkaflari bor bu yerda. Bu yoqda esa detskiy xonamiz ham, detskiy xona ham juda ham katta, prostorni qarang. Juda ham idealni remont qilingan. O'zining bu yerdan garderobning xonasi bor. Ko'ryaptimi? Qanaqangi idealni qilingan. Xo'p, bu yoqda esa общий sanuzlimiz bor. Dush kabinga qilingan. Bu yoqda esa oshxona bilan zalimiz bitta qilingan do'stlar. Voy, bitta ekanda degan odamlarga spani juda ham ko'p, katta, zaldan katta. Qo'ysangiz bo'ladi. Bu texnikamiz hammasi xofmi qo'yilgan. Bu yoqda turetskiy 8 tali stul. Yakki zonalar qilingan do'stlar. Bu yoqda dvorimizni bitta ko'rsatib qo'yaman. Mana dvorimizga ahamiyat bering, qanaqa chiroyli dvor. To'liq ma'lumot telefon orqali aytasiz. Sog' bo'linglar.